Ana endi modulda qanday qilib resurs qo'yishni ko'rsatib o'taman. Uning uchun pastda mana plyuscha belgichasini bosamiz hamda o'sha joyda faoliyat yoki resurs bo'limini tanlaymiz. Barchasiga o'tib, bu yerdan resurs bo'limini topamiz. Bu ko'rib turganingizdek yangi resurs plyus belgichasi bilan belgilangan. Buni belgilab qo'shish tugmasini bosamiz hamda yuklayotgan resursimizga nom beramiz. Va ushbu resurs to'g'risida tavsif ham yozishimiz mumkin. Bu yerga yuklamoqchi bo'lgan faylimizni sudrab olib kelib tashlashligimiz, drag and drop hodisasini qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa bosish orqali uni yo'lini ko'rsatishimiz mumkin faylni. Yana agar bizni yuklayotgan faylimiz qayerdadir URL manzili orqali joylashgan bo'lsa, URL download bo'limiga kirib, bu yerga o'sha joylashgan havolani kiritishimiz mumkin. Hamda Wikipedia saytidan ham siz o'z ma'lumotlaringizni joylashingiz mumkin bo'ladi. Keling, faylni biz shunchaki fayl sifatida o'zimizning mavjud kompyuterimizdan tortamiz. Mana bu yerga kelgandan so'ng yuklash tugmasini bosamiz. E'tiborli jihati, siz yuklayotgan faylning hajmi 10 megabaytdan oshmasligi zarur. Va yana muhim jihatlaridan biri, bu yuklagan resursingiz talabalar ishlatayotgan kompyuter yoki telefon qurilmasida doimiy har safar ochganda yuklanib olishlikni oldini olish uchun ko'rinish rejimini ularni telefonida ko'rish rejimiga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Va kontent to'g'risida o'zgarganligi haqida ma'lumotni boshqalarga ham ulashishingiz mumkin. Va kursni saqlash tugmasini bosish orqali biz yakun yasashimiz mumkin bo'ladi.